Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan pedagogik mahorat fanimizdan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz nomi o'qituvchining ta'lim jarayonidagi mahorati deb nomlanadi. Bugungi mavzu yuzasidan sizlar bilan 3 ta asosiy reja asosida suhbat olib boramiz. Birinchisi o'qituvchining ta'lim jarayonidagi roli va ahamiyati. Ikkinchisi o'qituvchining mahoratini oshirish usullari. Uchinchisi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi munosabati. Darsning samaradorligi uning puxta tayyorgarlik ko'rilganligi hamda samarali tashkil etilganligi bilan bog'liq. Yaxshi rejalashtirilmagan, yetarlicha o'ylab chiqilmagan hamda shoshilinch tuzilgan va o'quvchilar imkoniyatlariga moslashtirilmagan dars sifatli tarzda bo'la olmaydi. Darsga tayyorgarlik aniq sharoitlarda eng yuqori yakuniy natijaga erishishni ta'minlovchi o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishni ta'minlash hamda kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish hisoblanadi. O'qituvchining ta'lim jarayonidagi roli juda ham muhim hisoblanadi. Aynan ular talabalarning bilim olishi hamda ularga nisbatan yo'l ko'rsatish hamda ularni o'zini baholashga bo'lgan baholashga hamda mustaqil fikrlashga undaydigan asosiy qatnashchi hisoblanadi. O'qituvchilar o'z tajribalari hamda bilimlari orqali talabalarga yoki o'quvchilarga yordam beradi. Ularni demak innovatsion usullar orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli tashkil etishga xizmat ko'rsatadi. O'qituvchi hamda talaba o'rtasidagi yaxshi munosabatlar o'rnatish ta'lim jarayonini samarali qilishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchining ta'limdagi ahamiyati o'qituvchilar ta'lim sifatini oshirishda ularning bilim hamda tajribasi o'quvchilarning muvaffaqiyatiga bevosita bog'liq jarayon hisoblanadi. Hamda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga ulkan hissa qo'shadi. Ularning yondashuvi hamda qo'llab-quvvatlashi o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi. O'qituvchilar jamiyatni rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ular yangi avlodni tarbiyalash orqali ijtimoiy o'zgarishlarga ham o'z hissalarini qo'shadilar. O'qituvchining darsga tayyorgarligi quyidagi 3 ta asosiy bosqichda ko'zga tashlanadi. Birinchisi tashxis bosqichi, ikkinchisi bashoratlash hamda loyihalashtirish, rejalashtirish bosqichi hisoblanadi. Zamonaviy o'qituvchi qiyofasidagi shaxs pedagogik psixologik jihatdan yuksak tayyorgarlikka ega bo'lmog'i lozim. O'qituvchining mamlakatimizning ijtimoiy hamda siyosiy hayotidagi ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borayotgan ijtimoiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi hamda bu borada o'quvchilarga to'g'ri asosli ma'lumotlarni berib borishi lozim. Zamonaviy o'qituvchining ilm-fan, texnika hamda texnologiya, yangiliklar hamda yutuqlardan xabardor bo'lishi ham bugungi zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablardan biri hisoblanadi. Zamonaviy o'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur puxta bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinimsiz izlanishlar olib borishi hamda o'qituvchi pedagogika hamda psixologiya fanlariga asoslaridan ko'nikma hamda malakalarga ega bo'lishi, ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda o'quvchilarning yosh hamda psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda o'z faoliyatini tashkil etishi lozim. O'qituvchi ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda pedagogik hamda axborot texnologiyalarining eng samarali shakl va metodlari vositalaridan unumli foydalana olishi, imkoniyatga ega bo'lishi, aynan mana shu texnologiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmog'i lozim. O'qituvchi ijodkor, tashabbuskor va tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lishi bugungi davrning talablaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari o'qituvchining yuksak darajadagi pedagogik mahorati, chunonchi uning kommunikativ layoqati, pedagogik texnika sirlarini, nutq, chehra, qo'l-oyoq hamda gavda harakatlarini, mimika, pantomimika, jest harakatlarini chuqur o'zlashtira olishi aynan mana shu sifatlarga ega bo'lishi lozim. O'qituvchi pedagogik psixologik muloqot jarayonining faol ishtirokchilaridan biri hisoblanadi hamda u o'zida bir qator sifatlarni tarkib topishga erishish zarur. Chunki u eng avvalo mulohazali, bosiq hamda vaziyatni to'g'ri baholay oladigan, mavjud ziddiyatlarni o'z iroda kuchi bilan bartaraf etishni uddasidan chiqa olishi lozim. O'qituvchi o'quvchilar
ota-onalar hamda hamkasblar bilan muloqot jarayonida fikrini aniq va to'la bayon etishiga ahamiyat qaratishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ta'lim jarayonida ijodiy kayfiyatni boshqarish bu o'qituvchi mehnatining eng muhim kasbiy jihatlaridan biri hisoblanadi hamda u o'qituvchining sinfda o'quvchilar bilan bo'lgan muomalada erkin bo'lishini, xulq-atvorining samarali bo'lishini ta'minlaydi. Pedagogik ijodkorlikning asosiy bosqichlariga nisbatan o'qituvchining ijodiy kayfiyatiga muomala ta'sirining quyidagi jihatlarini ajratib o'tishimiz lozim. Birinchidan, o'qituvchi sinf jamoasi bilan bo'ladigan dastlabki muomalada yoki muloqotda oldindan aynan o'sha muammolarni payqashi, uning ijodiy kayfiyatini saqlovchi eng yuqori omillardan biri hisoblanadi. Ikkinchidan esa sinf jamoasi bilan dastlabki aloqa bevosita muomala paytida sodir bo'lishi o'qituvchi ijodiy kayfiyatini rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Uchinchidan, o'qituvchining sinf jamoasi bilan muloqoti tizimi pedagogik faoliyat jarayonida o'qituvchining ijodiy kayfiyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi hamda rag'batlantiradi. To'rtinchidan esa o'quvchilar bilan muomalada qanoat hosil qilish keyingi pedagogik faoliyatda o'qituvchining ijodiy kayfiyatini rag'batlantiruvchi omili hisoblanadi. O'qituvchini mahoratini oshirishda aynan yangi texnologiyalarni qo'llash hamda ularni malakasini oshirish o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalarni o'rganib ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llashlari bugungi zamonning talablaridan biri hisoblanadi. Aynan bu o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ta'lim samaradorligini yaxshilaydi. Misol uchun, interaktiv ta'lim vositalari o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi, darsga bo'lgan qiziqishlarini hamda dars mavzusini oson, samarali o'zlashtirishlariga yordam beradi. O'qituvchilar uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslari tashkil etilishi kerak. Bu ularning bilimlarini yangilab, ta'lim jarayonida yangiliklarni qo'llash imkoniyatini ular uchun berib boradi. Aynan har yili o'tkaziladigan seminarlar, vebinarlar hamda o'qituvchilarning professional o'sishini ta'minlashga xizmat ko'rsatadi. O'qituvchilarni rag'batlantirish ham ularni motivatsiya qilish usullaridan biri hisoblanadi. Bu ularga ishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun tanqidiy fikrlar, mukofot va rahbarlik tajribalarini taqdim etib borish lozim. O'qituvchini o'zini rivojlantiruvchi strategiyalari bo'lmog'i lozim. Aynan o'zini baholash va tahlil qilishda o'qituvchilar o'z kuchi hamda zaif tomonlarini anglashlari uchun o'zlarini baholash tizimidan foydalanishlari kerak. Bu ularga o'z ustida ishlash, rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda katta yordam berishi mumkin. O'zini tahlil qilish jarayoni o'qituvchilarga o'z mahoratini oshirish uchun muhim jihatlarni aniqlash imkonini beradi. Bu ta'lim jarayonini samarali qilishga katta yordam beradi. Aynan o'quvchilar innovatsion ta'lim usullarini o'rganib, ularni ta'lim jarayonida qo'llashlari lozim. Bu o'quvchilarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. O'qituvchilarning yangi ta'lim metodlarini sinab ko'rish orqali o'zlarining pedagogik ko'nikmalarini yanada oshirishlari mumkin. O'qituvchi hamda o'quvchi munosabatlarida ta'lim jarayonida juda ham muhim hisoblanadi. Ular o'zaro hurmat hamda ishonchga asoslangan bo'lishi lozim. Bu aynan ta'lim samaradorligining asosi hisoblanadi. Samarali munosabatlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularga yanada muvaffaqiyatli o'qish imkoniyatini yaratib beradi. O'qituvchi o'z o'quvchilarini qabul qilsa, ularga yana ham yaxshiroq yordam berishi mumkin. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi samarali muloqot uchun quyidagi usullarni qo'llashimiz mumkin. Birinchidan, ochiq savollar berish, munozarali savollarni o'rtaga tashlash yoki ikkinchidan o'quvchini yoki talabani faol tinglash. Uchinchidan esa o'quvchilarning fikrini hurmat qilish va oxirgisi samimiy munosabat o'rnata olish. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonch munosabatlarda juda ham aynan o'quvchi hamda o'qituvchi o'rtasidagi muhim
omillardan biri hisoblanib, demak, o'qituvchi va o'qituvchi o'rtasidagi ishonch bo'lishi o'quvchilarni o'zlarini qulay, xavfsiz his qilishlariga yordam beradi. Bu o'z navbatida o'qituvchining darsdagi faoliyatini ham yanada samarali qiladi va o'quvchilarni o'qishga bo'lgan motivatsiyalarini oshirib beradi. Ishonchni mustahkamlash uchun demak, ochiq muloqot o'rnatish, o'quvchilar fikriga e'tibor qaratish hamda qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratib berish hamda rag'batlantirish uchun har bir muvaffaqiyatlar uchun maqtash, o'zlariga demak ishonch berish lozim. O'qituvchining nutq madaniyati hamda notiqlik san'ati ham aynan o'qituvchining pedagogik faoliyatida eng muhim omillardan biri hisoblanib, ijtimoiy madaniyatni, kishilik jamiyati madaniyatini aks ettiruvchi bir ko'zgusi hisoblanadi. Nutq madaniyati adabiy tilning har ikki shakli, yozma hamda og'zaki shakli uchun ham zarur hisoblanadi. Nutq madaniyatiga e'tibor berish yolg'iz o'qituvchilardan emas, balki har bir insondan demak talab qilinadigan muhim omillardan biri sanaladi. O'qituvchining nutq madaniyati birdaniga shakllanib, rivojlanib, o'z maromiga yetib qolmaydi, yetib qoladigan jarayon ham emas. U pedagogik mahorat bilan birgalikda o'zining kasbiy faoliyati davomida tajribali ustozlarni o'giti natijasida yillar davomida takomillashib, sayqallanib boraveradi. O'qituvchining nutqiy qobiliyati madaniy hamda kasbiy pedagogik talablar asosida shakllanib boradi. Uni rivojlantirish faqat o'qituvchining aynan shijoat bilan mehnat qilishiga, o'zini demak intilishiga ham bog'liq sanaladi. O'qituvchining nutq madaniyatiga xos bo'lgan vositalar bu ma'naviy axloqiy kamolotining tarkibiy qismi hisoblanadi. Zero nutq bu millatimizni erishgan madaniyat darajasini ko'rsatuvchi, o'z ona tilimizga e'tiqodni namoyish etuvchi yorqin hamda ishonchli dalillardan biri. Nutq madaniyati o'qituvchilarni ma'naviy va madaniy saviyasi bilan hamda adabiy tilni mukammal bilishi bilan ham boshqa kasb egalaridan ma'lum bir darajada ajratib ko'rsatib turadi. Nutq madaniyati bu avvalo o'qituvchilarda nutqiy ko'nikma hamda nutq malakalarini hosil qiladi. Bu ko'nikma pedagogik faoliyatda takomillashib boradi. Maxsus mehnat va mashqlar evaziga malaka oshiriladi hamda erishilgan muvaffaqiyatlar tufayli qobiliyat hamda mahorat shakllanib boradi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, o'qituvchining ta'lim jarayonidagi roli juda ham muhim, chunki u o'quvchilar uchun bilim hamda ko'nikmalarni yetkazib beradi. O'qituvchining ta'limdagi ahamiyati o'quvchilarning muvaffaqiyati va jamiyatning rivojiga ham ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonchli munosabatlar ta'lim samaradorligini oshiradi va o'qituvchilarni malakasini oshirish uchun esa yangi usullardan foydalanish hamda doimiy rivojlanib borish bugungi kunning talablaridan biri hisoblanadi. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.